Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi bu yoshlar uchun imkoniyatlar maydoni. Toshkent shahridagi talabalar shaharchasida 2 kun davomida o'tgan mazkur tadbir O'zbekiston Milliy banki, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Toshkent shahar hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Savdo sanoat palatasi hamkorligida tashkil etildi. Ko'rgazmada oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari, talabalar, ish beruvchi tashkilotlar va yirik korxonalar vakillari ishtirok etdi. Bu ko'rgazma talabalarimiz hayotida o'ta muhim hisoblanadi. Mana hozir ko'rgazmani aylanar ekanmiz, minglab yoshlarimiz o'zini kelajagiga mana shu yerda bemalol ayta olamizki, dadil qadam qo'yishiga mana bu pillapoya bo'lyapti. Mana o'zim ham aylandim. Mana bank vakillari bilan gaplashdik, ishlab chiqarish vakillari bilan gaplashdik. Hammasi ham mana shu talabalarimizning qiziqishlaridan, talabalarimizni o'zini kelajagiga befarqmasligidan mana berilgan savollar, o'tkazilayotgan mana o'zaro muloqotlar hammasi mana shuni ko'rsatyapti. Kelajakka qadam dasturiy ta'minoti ham mana amalga oshirilganki, har bir ko'rgazmani oldida mana shu QR kod orqali har bir talaba o'zi ro'yxatdan o'tish imkoniyatiga ega. 400 dan oshiq mana shu bank, ishlab chiqarish korxonalarini ro'yxati turibdiki, ana shu ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana shu dasturiy ta'minot orqali har bir talaba bilan ular to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqib, ish bilan ta'minlash bo'yicha yana tegishli bir savollarni berishyapti va yakunida ishga qabul qilinganligi to'g'risida ijobiy xulosa berilyapti. Ko'rgazma doirasida mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar, bo'sh ish o'rinlari, stajirovka va amaliyot dasturlari haqida keng ma'lumotlar taqdim etildi. Talaba yoshlar ish beruvchilar bilan bevosita muloqot qilib, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Bizga kelayotgan aynan yoshlarni saviyasi juda ham yuqori deb baholayman. Chunki kimdir ingliz tili, kimdir turk tili, kimdir nemis tilini bilishadi. Ya'ni bu zamon bilan hamnafas, ilm olishga chanqoq, ya'ni kim ochiq yoshlarni ko'ramiz. Zamon talabiga mos bo'lgan holatda ular ham tilni, ham ishni, ham o'qishni baravar olib borishyapti. Aynan hozir Talaba Expo 2026 ko'rgazmasi ham yoshlarga berilgan imkoniyat deb bilamiz. Yoshlar kelishadi, o'zlariga mos bo'lgan, qiziqtirgan, o'zlariga to'g'ri keladigan sohalariga yo'nalishlarni tanlab ishga joylashadi. Bundan tashqari, bizga o'xshagan o'quv markazlaridan yoki xususiy sektorlardan ish beruvchilar kelganda ham bizni ham imkoniyatlarimiz keng. Ularni tanlab olish, saralab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Har xil kompaniya, banklar bilan tanishib chiqdik, ularning vakansiyalarini, ish beruvchining talablarini ham o'rganib chiqdik. Va bugun men o'zimga to'g'ri keladigan ish topdim. Bizga yaratilgan bu imkoniyatdan juda xursandman. Mana endi har bir talaba o'qish bitirgandan keyin ish kirish niyati bo'ladi. Va har bitta ish beruvchini eshigini taqlab yurgandan ko'ra bitta joyga yig'gani biz uchun bu juda katta imkoniyat. Bu imkoniyatlardan yoshlar albatta foydalanib qolish kerak. Tadbir davomida yoshlarga kasb tanlash, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish hamda mehnat bozorida raqobatbardosh kadr bo'lib shakllanish yuzasidan tavsiyalar berildi. Shuningdek, ko'plab tashkilot va korxonalar iqtidorli yosh mutaxassislarni saralab olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Universitetni bitirdim va bu yerga kelib o'z rezyumelarimizni topshirdik va tashkilotlar tomonidan ijobiy javoblar oldik. Tanlash imkoniyati juda ko'p. Talaba Expo 2026 tadbiriga kelib, bugun mana ishli bo'ldim. Bundan xursandman. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Toshkent shahrida o'tkazilgan Talaba Expo kasb ko'rgazmasida qatnashgan oliy ta'lim muassasalari soni 95 tani tashkil etdi. Tadbirga kelgan talabalar soni 2025-yilda 52128 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda 52720 nafar talaba qatnashdi. Ishga kirish istagini bildirganlar soni 2025-yilda 2965 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkich 8417 nafarga yetdi. Ish beruvchilar bilan suhbat o'tkazgan talabalar soni 2025-yilda 26636 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda bu raqamlar 29712 nafarni tashkil etdi. Ish o'rinlari aniqlangan talabalar soni 2025-yilda 4967 nafar bo'lgan bo'lsa, 2026-yilda bu ko'rsatkich 6519 nafarga yetdi. Ajratilgan resurs 2025-yilda 68 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa,
2026-yilda bu raqamlar 134 milliard so'mga yetdi. Biznes loyihalarini taqdim etib, tadbirkorlikka yo'naltirilgan talabalar soni 2025-yilda 924 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilda 1216 nafar talaba tadbirkorlikka yo'naltirildi. Bu raqamlar Talaba Expo kasb ko'rgazmasining nufuzi yildan yilga oshayotganidan dalolat beradi. Davlatimiz rahbari 2025-yil 14-fevralda yoshlar bilan muloqot qilgan paytlarida aynan oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini bandligiga ko'maklash bo'yicha mutlaqo yangi tizim qilinglar deb Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda O'zmilliy bankka kelajakka qadam dasturini amalga oshirish topshirig'ini bergandilar. Mana bir yil biz bu dasturni amalga oshirdik. Natijalar ham demak quvonarli, talaygina muvaffaqiyatli bo'ldi. 6000 dan ortiq bitiruvchilar o'z tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirib, tadbirkorlar sinfiga kelib qo'shildi. 8000 dan ortiq o'zlari ham ish o'rinlari yaratishga muvaffaq bo'ldi. Mana joriy yilda 24-fevral kuni prezidentimiz yoshlar bilan muloqot chog'ida kelajakka qadam dasturiga ikkinchi bosqichiga start berdilar. Bu maqsadda yana qo'shimcha 100 million AQSh dollari ekvivalentidagi mablag' ajratildi. Tadbirkorlikka ilk qadam qo'yayotgan bitiruvchilar uchun demak foiz stavkalari avvalgidan 18% dan 15% ga tushirildi. Bu albatta quvonarli holat bo'ldi talabalarga. Istak, xohishlari ko'paydi, jozibadorligi oshdi. Bundan tashqari garov talab qilinmaydigan miqdor ham 2 barobar oshirildi. Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi nafaqat bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi, balki ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlovchi muhim maydon sifatida ham ahamiyat kasb etdi. Bu kabi tashabbuslar yoshlarning kasbiy rivojlanishi, bandligini ta'minlash va kelajakka ishonch bilan qadam tashlashga xizmat qilmoqda.